Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lanning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Yorkent daryosining bo'yiga joylashgan Arslanbog' qo'riqi kuz fasli boshlanishi bilan boshqacha go'zallashib ketgan edi. Qizirib pishgan olmalar, qo'sh mushtaq anarlarni shoxlari ko'tarilmay qolgan edi. Sarg'ayib pishgan behilardan tarqalgan mazzilik puroqlar qo'riqni bir olgan edi. Xizmatkorlar postlari ajralgan yong'oqlarni qiqib teriyotdi. Sulton Do'stmuhammadxondan ko'ngli butunlay sovib, umidsizlik ilkida qaytib kelgan Soniz Mirzo nima uchundir Yorkent shahrida turg'isi kelmay, daryo bo'yiga joylashgan mushu xilvat havoliq oromgohiga chiqib olgan edi. Bugun u kundagi odati bo'yicha qo'riqni maqsadsiz aylandi. Nökər mulazimlarning orqasida menishiga yo'l qo'ymadi. O'zi yolg'iz xiyol surgunicha daryo bo'yiga kelib qolganini tuymayli qoldi. Hozir kalkun fasli o'tib ketgan bo'lib, ho'kirab nar totqunicha loyqilab oqadigan daryo suvi so'g'ilib, xeyli yavaşlab qolgan bo'lib, suyimi suzilib qolgan edi. Zumratdek süp-süzük sular taşdan taşqa urilganicha yaqinliq shildirlaydi. Suning tagidagi rangdor toshlar quyosh nurida boshqacha julalaydi. Kuz optipi kishiga boshqacha huzur bag'ishlaydi. Daryo qinidagi rangdor toshlarga xuddi qosh tishi izlayotgandek bir hazo sinchilab qarab turgan Soniz Mirzo yerib qoldimi, aytavur. Quyosh nurida xeyli isib qolgan qo'ram toshning ustida o'ltirganicha qarshi qirg'oqqa nazar tashladi. Daryoning qarshi qirg'og'ida Poskan, Qog'iliq, Guma qatorliq yurtlar bor edi. Bu yurtlarmi Soniz Mirzoning tasarrufida edi. Gumaning u tarafi bo'lsa Xotan viloyatiga tava edi. Shu kunlarda Soniz Mirzoning xiyollari ziddiyatli edi. Nimadir bir ishda bir qarorga kelinmayotgandek tut bo'ladi. Ulug' kichik tanatdi. Butkul vujudini ilkiga ilib olgan bir xiyol uni oromsiz qiymaydi. Buyuk Mo'g'uliston saltanati, qudratli Uyg'ur eli, oshu istidotsiz, talva, badaxloq Do'stmuhammadxonning qo'lida vayron bo'ldigan o'xshaydi. Uning nazarida el-yurt, saltanat yo'q. Amirlarning maslahatiga ma'lumotiga quloq solmaydi. Bazmi mashrab, sharob xotinbozlikdan boshqasiga ko'ngli totmaydi. Mayli martabalik amirlar bo'lsin, mayli odatga mulozim xizmatkorlar bo'lsin, ko'ziga sat ko'rinsalar, sal-palla g'azabini keltirsalar, kollasini xuddi qushqashning beshini uzgandek uzib tashlaydi. Uning oldida odam bilan hayvonning farqi yo'q. O'rdadagi amirlarning o'lim vahimasida yuragi pok-pok. Imkon bor o'rdadan chetlashga, xonning ko'zdan yiroq turishga tirishadi. Mushundoq bo'laveradigan bo'lsa, ular hamon xonga qarshi chiqmay, isyon ko'tarmay qolmaydi. Enim Muhammad Haydar Mirzo hozir nadikin? Qashqardamidi yoki Oqsuda xonning ordusidamidi? Uning jinig'imi o'val. Ol Xonrizxonning sababidan saltanatga paydo bo'layotgan yoshirin xavfni sezdimikin? Sezgan bo'lsa, qandoqroq xiyolga keldikin? U xonga, saltanatga haqiqatan sadoqatman. Lekin bir odamning sadoqati bilan saltanat hargiz mustahkam turmaydi. Oba ajdodlarimizning shon sharifi, shavkatini saqlab qolamiz deydiganmiz. Cho'qim boshqacha yo'l tutishimiz, voz kechishga tegishli bo'lsa cho'qim voz kechishimiz kerak. Donishmandlar eski bilan esin ketar debdikan. Do'stmuhammadxonni yaxshilikqa, diyonatga, fazilatga, adolatga boshlaymiz deb sarf qilgan zehnimizni o'sha saltanatni saqlab qolish uchun boshqa chora tadbirlarga sarf qilganimiz yaxshi. O'tmishimga mansub bo'lgan sharaf bilan
Şəxsən özünge mənsub bolğan şərəf arasındakı fərq tönügün bilen bugün o'ttirsik farqqa o'xshaydi. Tönügünkü rizqning bugungi foydasi bo'lmaganidek, tönügünkü to'qliqning bugungi ochliqqa foydasi yo'q, deb Alloma Zamaxshari Hazratlari to'g'ri aytgan. Alloma Zamaxshari 1075-yildan 1144-yilgacha yashagan Arab tili adabiyoti bo'yicha buyuk olim. Asl ismi Obul Qasim Shahobiddin Mahmud bin Nijarullah deb izoh etdi. O'tmishga tevinib yashash insonni g'ofil qilib qo'yadi. Albatta o'tmishni har qachon esida saqlash kerak. Ammo buguni ham atisi uchun g'am yeyish kerak. Buguniga boshqa turmagan, atisiga nishon belgilamagan insonning istiqboli qorong'u bo'ladi. Sulton Do'st Muhammad xonning saltanatini bekor qilib, o'rniga Tog'is Yunus xon oliylarini taxtga o'ltirg'izsa qandoq bo'lar? Menimcha, bu albatta oqilona tadbir. Buyuk saltanatni hukmronlikdan qutuldirishning birdan-bir yo'li shu. Mərhum Cənnət Makan otamı öz vaqtida Yunus xonning aql parosatiga qoyil bo'lgan. Uni taxtda o'ltirg'izmoqligiga ko'p afsuslangan edi. Ammo endi Muhammad Haydar Mirzo bu tadbirga nima derkin? Qo'llarmi, qarshi chiqarmi? Navoda qo'llamay qolsa, og'i ini o'ttirimizda nizo adovat paydo bo'lib qolarmi? Albatta shundoq bo'ladi. Nimel bo'lmasin, muddaimni uning samiga selib boqaymikin. To'xta, ishonch yo'q ishga tavakkul qilmaslik kerak. Avval ushbu muddadan Yunus xon oliylarini vaqiflantirib, ko'nglidagini bilib boqay. Bu ishga Yunus xon oliylar qiziqmay qolmaydi. Uning bilan bir maslahatga kelib olgandan keyin, ondan enim Muhammad Haydar Mirzoni xabarlantiray. O çağda qo'shilmasimi yo'q deyolmaydi. Qolgan ishlarni shol chaqda ahvol qarab bir taraf qilarman. Saniz Mirzo birdan hayajonlandi. Yelkisini besib turgan eg'ir yukdan qutulgandek bo'lib, paydak yangilladi. O'rnidan turib, qo'riqdagi xozxonasiga qaytib kirdi. Mulozimga buyurib, qog'oz qalam akeldirdi. Bir piyola choy damlab berib, menga daxli qilmasinlar. Xizmatkor ayol bo'lmay Patnusga bir chaynak choy bilan bir piyola ko'tarib kirdi. O'zim qo'yib ichaman, dedi Saniz Mirzo. Xizmatkor pam bilan chiqib ketdi. Saniz Mirzo choy ichgach, bir pas o'ylanib olgandan keyin qumush qalamni qo'liga ilib, siyohtonga meladi. Assalomu alaykum. Bahti Xudo va salvati barusul duoyi paravan va tahiyatu bi bayan odasidan bizlar kim buyuk Mo'g'ulistonning shavkatlik ulus begi Jannat Makon Xudoydat hazratlarining chavrisi bo'lmish Yorkent amri Soniz Mirzdan buyuk Mo'g'uliston taxtigohining ulug' posboni bo'lmish To'liq Temirxon hazratlarining pushti Bahodir Sulton Uvaysxon oliylarining xonzodasi taqdir qismat ta'tirligidan qozoqlikda yashayotgan toj egisi tinish va xotirjamlikni qanot yoydirg'uchi yaramliq qislat esil fazilatlarning egisi yuksak irodalik jasoratlik diyonatlik adolatlik ilm va olimlarning do'sti avomning boshpanohi shariatni mustahkamlaguchi janobi Yunus xon oliylariga cheksiz salom bo'lg'ay. Sadoqat etizi vafo gullarini terib parvish qilg'uchi oliylar bilan o'zoyili ortish davonida qisqili didor g'animat sharifiga noil bo'lgandan beri qayta didorlashga fursat bo'lmadi. Marhum Jannat Makon otamdan nurg'un esil fazilatlarni eshitgan. Şol sebepten suhbatlarga daxil bo'lishni g'oyibona orzu qilgan bo'lsaqmi,
ta bugungacha ol arzuyimizga yetolmadik. Albatta buning sababini deb o'ltirmasammi oliylarga bas qo'ldek oyan. Yaratgan qudrat egisi buyurmasa, nisb qilmasa, bendisiga chora yo'q ekan. Xabar topqanlar, inalari bo'lmish Shavkatli Sulton Esanbo'g'axon oliylari haq hukmiga itoat gardinini sunib, ko'zlarimizni yoshlab, yurak bag'rimizni dog'lab, Janobi Husni Mutlaqning dargohiga ketib qoldi. Aba ajdodlarimizdan qolgan o'din bo'yicha farzandi Xonzoda Do'st Muhammadxonga toj kiydirib, taxtda o'ltirg'izdik va sadoqatmanlik bilan mulozimlik qildik. Ol Xonzoda aslidanmi badxo'y, talba, istidodsız edi. Saltanat posiboni bo'lgandan keyinmi o'rgangan qo'yni tashlamadi. Tashlamadil emas, texmi yomon qiliqlarni chiqardi. Shariat ahkomlarini ko'ziga ilmay, diniy islomimizni oyoq osti qildi. Ota hozisida sharob ichganni oz deb, boshqa amirlarga surko'stib, majburan sharob ichirdi. Ikki og'iz xolis nasihat qilganimiz uchun gunohkor bo'ldik. Bu qilqiga shariat hukm bo'yicha fatvo bermaganlik uchun Shayxul Islom Mavlona Tojiddinning beshini kesdi. Marhum xonning kirpikiga to'p qo'nmay turiblar, o'rnida musibat o'rinda bezmi boshlandi. Chidog'isiz xunrizliklar bo'ldi. Shul kunlarda barcha amirlarning dili sunuq, ko'ngli xotirjam emas. Noroziligi kuchlik, el yurt yangi xonning adolatidan, fazilatidan badgumon bo'lib turmoqda. Alhol buyuk saltanatning el yurtning beshiga kelgan kulfatlarni, ol xunriz badqiliq tojdarining zulm istamlarini bu qisqagina maktubda bayon qilib bo'lmas. Zamonning qobiliyat egisi, izbosarlik martabasining sohibi, savoblik bilan xatolikni aniq ayirg'uchi janobi adolat egisiga shuni tovanchilik bilan iltimos qilamanki, oba ajdodlardan qolgan buyuk taxt saltanatni, el yurtni vayronchilikdan qutuldirib olish uchun shijoat kamarlarini mahkam bog'lab, himmat tulparlarini choptirib, ushbu baxtsizlik tumanlari qaplashga boshlagan tasarruflarga yaqin fursatda qadam keltirgaylar. Muborak poyi qadamlarining xosiyatidan, qo'llaridagi adolat sulpqorlarining qudratidan el yurtning beshidagi balo qazo tumanlari tarqab, taxt saltanat nur ziyoga ko'milsa, toki bu bahona bilan nur chashma poqlarini ko'rib va didorlashib uchrashmoqni Xudoy taolo nasib qilsa ajab emas. Va yana qulan, ilman va hukman shulki, bu dunyo mayli makkor, mayli kojrabdor, hech avliyo anbiyo, hech podsho Iskandar zamon, Rustami doston va Jamshid davroniga vafo qilmagan. Balki hammasining holini qarab, bag'rini kavob etgandir. Oliylarni ota taxtigohiga da'vat qilishdagi muddo shulki, bu 6 kunlik olamda el yurtga adolat istamakdir. Albatta ol adl adolat o'zlarining fazilat xazinlarida keng kushodadir. Fursat navbat pishib yetildi. Otimiros tasarruflarga qadam keltirishni irodat qilsalar, viloyatlardagi amirlarni kaminlari oyoqlariga jami qilurman. Ushbu iltimosimni o'ylanib ko'rgaylar va rad qilmag'aylar. Balkim kamini mulozimlarni xurzanda barhamanda ayligaylar. İnşallah davlat dunyolari ma'mur, toji taxtlari bitaruz bo'lg'ay. Fatihanda didor muloqoti bo'lishni yegona Allohdan kech kunduz talab, yo'llarga talmirib turg'uchi, iltifot aylislar farzandlari, iltifot aylimislar navkar mulozimlar bo'lmish. Yorkent amiri Soniz Mirzo ibn Said Ali Olib ibn Said Ahmad ibn Xudoydatdin deb bilirlar. Nomi tamom vassalom. Soniz Mirzo yozgan maktubini bir qur o'qib chiqqandan keyin ismining ustiga muhrini bosdi-da, uni maxsus xat aloqa avatadigan naqshlik kun qopga silib, qopning og'zini sham bilan pechatladi. Pechatning ustiga muhrini bosdi. Ondan eng ishonchlik, sadoqatmand navkari Qutlug' polvonni chaqirdi.
Odul yetti kentga berib Yunusxon oliylarining qo'liga tekkizsinlar. Dedi u Qutlug' polvonga maqsadini qisqacha bayon qilgandan keyin. Yo'lda qattiq ehtiyot qilsinlar. Yetti kentga manganlardan og'itchilarmi bexabar qolg'ay. Bosh ustiga, dedi Qutlug' polvon beshini egib. Uydagilarga xonliq ishlar bilan oldirashman deb qo'yman. Allah xolisa at sahar yo'lga chiqsinlar. Pat yaqinda xush xabarlarni anglag'ayman. Farmon berdarman. Qutlug' Bahodirni uzitib qo'ygan Saniz Mirza o'zini birdanla yengillab qolgandek his qildi va barmoqlarini bukib, Qutlug' Bahodirning yetti kentga berib qaytib kelguchi bo'lgan orliqdagi ketadigan vaqtni kun bo'yicha taxminiy hisoblab chiqdi. Yetti kent qiruv tushib, to'xtam sula nefis muzlab, qishdan shapi berib turadi. Yoz bo'yi o'yla bog'larida, o'gizlarda yetib qopib kun o'tkazgan kishilar endi qoznaqlarni tuzashtirib, tam to'g'rislarining yo'chiqlarini etib, deraza to'nliklarini himlab, qog'oz chaplab, tom mash, sandal, otashdanlarini remont qilib, qishning tayyorliqlariga tushib ketgan edi. Otastondagi o'rik o'tinining cho'g'ida illib ketgan Shikirk saroyida ko'nglakchan o'ltirgan Yunusxon Zafar, lochindona qatorli xushpuroq dori darmaklar bilan navoz silib damlangan choyni oldirmay o'tlig'inicha qo'lidagi maktubga qarab xiyolga patgan edi. Shu topda uning ishki tuyg'ulari to'lim hayajonliq, tanishsiz edi. Saniz Mirzaning maktubidagi har bir jumla quloq tubida to'xtamay jaranglaydi. Darhol Mo'g'ulistonga otlang'usi kech-kunduz orzu qilib kelgan toji taxtini qo'liga olg'usi keladi. U vasvasiga tushib qolgan edi. Saniz Mirza rost aytadi. Fursat navbat degan ma'no shu. Yaratgan egam endi navbatni menga bergan o'xshaydi. Noinsof, tavfiqsiz inim Esanbo'g'a xonning vafoti bilan tang lashkar totgan bo'lsam, do'st dushmanlarim meni nomardlikda ayblaydi. Men vafoga jafo qilganlarning timsoli bo'lib qoladi. Hozir uning o'g'li saltanatning o'disidan chiqolmabdi. Balki amir beklarini ranjitib, saltanatdan sovutib etibdi. Albatta, taxt saltanatga haqiqiy bir istidod egasi posbon bo'lishi kerak. Mendan boshqa yana kim Mo'g'uliston saltanatining xonlik tojini kiyishga muvofiq kelsin? Saniz Mirza bu maktubni boshqalardan sir tutib, o'z nomidan avatibdi. Uning ustiga Qashqar amri bo'lmish inisi Muhammad Haydar Mirzaning bir eg'izmi gapini qilmabdi. Ahvoldan qaraganda inisidan sir tutgan bo'lsa kerak. Agar og'i ini ikkisi birlashib meni taxtga taklif qilgan bo'lsa edi, ishlar texim osonlashgan bo'lar edi. Men buncha ikkilanmas edim. Rost, Muhammad Haydar Mirza inim Sulton Esanbo'g'a xonga kuyovul bo'lib, ko'ragonlik martabasiga erishgan edi. Shuni uning og'zini qo'llashini atay. U qaynog'isi bo'lmish Sulton Do'st Muhammad xonning saltanatini sadoqatmanlik bilan jon tikib qo'g'daydi. Qashqarni qo'lga olmay turib, Mo'g'uliston tasarrufini istilo qilish mumkin emas. Saniz Mirza bo'lsa, Qashqarning emas, Yorkentning amiri. Shunga bu ishda yengillik qilmagan tuzuk. Gerçi hozir Mo'g'ulistonda Amir Saydali olibdek tadbirlik, jasoratli bahodir sarkarlar yo'q deyarlik bo'lsa-mu, yana sal qarashqa bo'lmaydi. Uning ustiga qo'limda tuzuk sarkar lashkarlarning tayini yo'q. Ozg'ini sarkar lashkarlar bilan tavakkul qilsam, mag'lubiyatim o'tgan qitimliqidimi ichinishlik bo'ladi. Balkim Saniz Mirza va bir qism viloyatlarning amirlari menga hamdamda bo'lishi mumkin. Ammo Mo'g'ulistonning asosli lashkari kuchi yana Qashqar bilan Oqsuda. Sulton Abu Said Mirza oliylari Samarqandda bo'lgan bo'lsa edi, uningdan ko'maklashishga biror tuman lashkar so'rgan bo'ladi. Hozir Sulton Abu Said Mirza oliylari Ozarbayjon, Iroq siminini istilo qilish bilan oldirash. Gerçi Nusrat xabarlarini anglab turgan bo'lsam-mu, Samarqandga qachon qaytib kelishni mo'ljallamak tez.
To'limi afsus. Bu ish ajabmi bir qamlashmagan paytga to'g'ri kelib qoldi deysa. Ha, Sultan Abu Said Mirza Burgut Sultan boshchiligidagi Dashti Qipchoqdan kelgan o'zbek lashkarlarini butunlay tormor qilgandan keyin taxt da'vogiri bo'lmish Muhammad Jovini Shahruxiya qal'asiga qamab oldi. Uning Dashti Qipchoqdan kelgan bosqinchilar ustidan g'alabaga erishganligidan xabar topgan Husayn Boyqara xeyli cho'chidi va ta'arruz qilishni to'xtatib, yorishishni talab qildi. Dashti Qipchoq hukmdori Sultan Obul Xayrixonning o'chilish uchun qayta lashkar tortib kelish ehtimolini nazarda tutgan Abu Said Mirza Husayn Boyqaraning taklifini qabul qilib, yorishishga qo'shildi. Uning Husayn Boyqara bilan yarashganligidan xabar topgan Obul Qasim Bobur Mirza nurg'un sovg'a salomlarni avatib, Abu Said Mirzaning g'alaba nusratini tabrikladi va sadoqatini bildirdi. Demak, Abu Said Mirza barliq raqiblari ustidan to'liq g'alaba qildi. Abu Said Mirzaning birdan kuchayib ketganligini his qilgan Obul Xayrixon bo'lsa, ehtiyot qilib qoldimi yoki nurg'un lashkarlardan ayrilib qolganligi uchun qayta lashkar tortishga jur'at qilolmadimi, aytavur o'z nasibasiga shukr qilib, dushmanlik qilishga petinolmadi. Her tarafdan xotirjam bo'lgan Sultan Abu Said Mirza Shahruxiya qal'asiga qamalib qolgan Muhammad Jovini yo'qotishga oldirmay, qal'ani qamal qilishni chingitdi. Xeyli ko'p sarkard lashkarlardan ayrilib qolgan Muhammad Jogi 10 oy bo'lganda qamalga bardoshlik bermay, sirtdan keladigan yordamdan umidini uzib, hayotini qutqizib qilish uchun Mavara-un-Nahir, Xuroson, hatto Farg'ona vodisidagi din peshvolarining pirkaloni bo'lmish İşan Şeyh Xo'ja Abaydullah Ahrorni org'a silib, sulhi talab qildi. Mirza Ulug'bek fojiasidan keyin İşan Shayx Nizomiddin Xomushning nufuzi qattiq tuvanlab ketgan edi. Saltanatni qo'liga ilib, xonlik taxtda o'tirgan Abu Said Mirza uningga e'tiborsiz qarab, İşan Shayx Xo'ja Abaydullah Ahrorga murid bo'lgan edi. Saltanat ishlariga aralashmaydigan, murid muxlislarga sulhdan boshqa targ'ibot elib bormaydigan Samarqand shahrining sirtidagi ozgina yerni o'z qo'li bilan terib, chiqqan hosulni yeb kun kechirdigan, murid muxlislari duo qildirish uchun kelgan oshliq, mol chorva, pul pichaklarni nomrod kishilarga ulashtirib berdigan. Shu sababli avom orasida yuksak nupuzga ega bo'lgan bu ishonni Abu Said Mirza bakmi hurmatlaydi. Pat-pat huzuriga berib istiqomatda bo'ladi. Amr ma'ruflarni, tabliğlarni anglaydi. Shunga u İşan Xo'ja Abaydullah Ahrorning Muhammad Jogiga hayotlik yo'l berish haqidagi nasihatini anglaganda yo'q deyishga jur'at qilolmadi. Muhammad Jogini o'ltirmaslikka va'da berdi. Qur'on tutib qasam qildi. Shuning bilan İşan Xo'ja Abaydullah Ahror Shahruxiya qal'asiga kirib, Muhammad Jogiga Abu Said Mirzaning va'dasini yetkazdi va so'zlarining rost ekanligini bildirib, Qur'on tutdi. Hayot qilishga ko'z yetgan Muhammad Jogi Sultan Abu Said Mirzaga taslim bo'lganligini jakarladi. U Abu Said Mirzaning changilidan beshini omon eson elib chiqalisa, yana udul Dashti Qipchoqqa berib, Sultan Obul Xayrixondan madad tilashni yoki Husayn Boyqara, Obul Qasim Bobur Mirzo bilan qaytadan ittifoq tuzib, kuch to'plab, Samarqand taxtigohini qo'liga olishni ko'ngliga pukkan edi. Biroq u tosh sanab bo'lguncha Sultan Abu Said Mirza qum sanab bo'lgan edi. Garchi u va'dasida turib Muhammad Jogini o'ltirmagan bo'lsa-mu, uni darhol nazarband qilib, Obul Qasim Bobur Mirzaga ibrat qilish uchun Hirotga avatdi-da, to'lim mustahkam bo'lgan ixtiyordan qal'asiga solab qo'ydi. Xom xiyollarning barbod bo'lganligini his qilgan Muhammad Jogi Sultan Abu Said Mirzani va'dasida turmadi deb aybladi. Abu Said Mirza uningga "Men seni o'ltirmaslikka va'da qilgan, va'damda turdim. Mana beshing texchi yelkangda turibdi" deb javob berdi. İşan Shayx Xo'ja Abaydullah Ahror bo'lsa, bu da'voga qayta aralashmadi. Erkinligidan, orzu-armonlaridan ayrilgan Muhammad Jogi umidsizlik ilkida uzoq o'tmay ixtiyordan qal'asida vafot bo'ldi.
Uning vafotiga ulashibla Iroq hukmdori Ubul Qasim Bobur Mirzamo kasal bilan vafot bo'ldi. Shahru Xilaning taxt saltanat da'vosi qilishidan ansirgan Abu Said Mirza ancha xohlab ketmasimi, o'z saltanatining muqimligini nazarda tutib, Ubul Qasim Bobur Mirzaning bir tuqqan qayrindishi Oksi Sultan Muhammad Mirzaning o'g'li Yodgor Muhammad Mirzani Iroqning amirligiga tayinladi. Ana shu tariqada Mavara-un-Nahr saltanatini qo'rqinchli da'vogarlardan xalos qilgan Sultan Abu Said Mirza Samarqandni cho'ng o'g'li Ahmad Mirzaga qoldirib, hukmronligini texnik mustahkamlash va kengaytirish uchun xillangan sarkarda va lashkarlar bilan zo'r qo'shin tashkillab, Iroq, Arabistonlarni istilo qilish uchun yurish qilgan edi. Mana bu sababdan Yunusxon Soniz Mirzaning taklifini qabul qilib, Mo'g'ulistonga lashkar tortishga tavakkul qilolmadi. Abu Said Mirza Samarqandda bo'lgan bo'lsa-da, ish boshqacha bo'ladi. Amalsiz qolgan Yunusxon taqazzo bo'lib turgan Soniz Mirzaga umid beg'ishlovchi iboralar bilan javob maktub yozishga kirishdi. Arabiston degani hozirgi Iron davasida debdi izohatda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum sadoqat ahlining sargardisi. Vapa bo'stonining navokash bulbuli. Xush xabarlarning manbasi. Sherin zabonliqda shakar masallik bahodir o'g'lan Amir Soniz Mirza janoblarga Kamin Yunusxondan behisob salom va duolar bo'lg'ay. Avatgan muborak maktublardan muddalarni bilib to'limi suyundim. El yurt beshiga kulpat tushganda oba ajdodlarimiz qon kechib tiklagan taxt saltanatning g'amini yeganliklariga 100 ming tasanno. Buyuk Mo'g'uliston saltanatini donishmand boboy buzurglar bo'lmish Shavkatlik Ulug'bek Xudoydat hazratlari va bahodir padar buzurglar bo'lmish jasoratlik, tangdoshsiz azmat Saydali Olib hazratlari sadoqatmanlik bilan qo'g'dab xon sultonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatib kelganlik uchun hala bugungi kunga kelguncha 18 ming olamda o'z shoni shavkatini yo'qotmay keldi. Ko'nglimga naq gapni qilsam, ilgari jannat makon padarlari Saydali Olib hazratlaridan ranjib, uni ashaddiy dushmanim qatorida sanab kelganim rost. Lekin o'tgan qitim ul tadbirkorning oltindek bebaho nasihat, o'gitlari bitilgan qimmatli maktubini nazarga ilmay, Qashqarga lashkar tortib berib, qattiq yengilgandan keyin Turkistonga qaytib kelib uzoq o'ylandim. Keyin xotin bolalarim omon eson qaytib keldi. Shu chaqdala ondan bu yaxshiliklarning padarlarining sababidan bo'lganligini, muhimi asrga tushib inim Sultan Esanboga xonning oldida rasvoyi azim bo'lish xavfidan qutulib qolganimni his qildim va ortish davonida sizlarning nima uchun shuncha nurg'un lashkarlar bilan oldimni to'sigan bo'lsa-mu, qilchilik zahmat yetkazmay yo'l berganliklarini tegiga yetdim. Aslida padarlari bu ishlarning hamon bir kuni vaqti soat keldiganligiga ishongan ekan. Shuning bilan o'sh adovatni ko'nglimizdan ko'tarib etdik. Uzoq o'tmay padarlarning qazo qilganlik xabarini anglab, to'limi qayg'urdik. Lekin buni fursat deb bilib lashkar tortish niyatida bo'lmadik. Keyin inim Esanboga xonning qazo qilganligidan xabarlandik. Ko'nglimiz yerim bo'ldi. Ammo mardlikni nazarda tutib, vafoga javob qilmaslik uchun yanada g'ayri niyatda bo'lmadik. Yaratgan egisning peshonimizga bitgan rizqini sevimizni sabrchanlik bilan kutdik. Baba ajdodlarning sabrining tegi oltin degan rost ekan. Mana oxir o'zlaridan xush xabar keldi. Qimmatli takliflarni bir emas, 1000 jinim bilan qabul qilaman. Shijoat kamarimiz belimizga mahkam bog'liqlik. Himmat tulparimiz bo'lsa, har qachon shoshtur. Ammo ki ko'nglimizda kichikgina bir tugich bordir. U bo'lsa-mu, hozirgi taxt sohibi Sultan Do'st Muhammad xondir. Nimil bo'lmasin, u bizga jiyan farzanddir. Uning xunrizligi, tantakligi, talvaligi, kam aqlligi, fazilatsizligi hamda saltanat sohibi bo'lish layoqati yo'qligi sil qatorliq o'rda amirlarga ayon bo'lsa-mu,
lekin boshqa el ulusning sultan hukmdorlariga tegishchi sirdir. Şol tapda ular ul Təlvi sultanni otasining vafoti sababli judoliq dardida yurak bag'ri qon, ko'zlari yosh deb bilorlar. Mushundaq vaqtda taxt da'voz qilib yana lashkar tortib borsam, ag'yorlarimni emas, do'stlarimni meni vafoga jafo qilib, kichik bolni bo'zaq qilib taxt tortib oldi deb fitna qilur, ham jahon bahodirlari meni ko'zga ilmas. Bahodirlar qatorida nomimni atmas. Bundaq Betnamga qilib Mo'g'uliston taxtida o'ltirg'icha kichik bo'lsa-mu Turkiston, Sayram, yetti kentning amirligini qilganim ming afzal. Navoda inalari Qashqar amiri bo'lmish Muhammad Haydar Mirza silining ul muddalarga mushtaq bo'lgan. Boshqa amirlarni birlikda qurultoy chaqirib, Do'st Muhammad xonning saltanatini bekor qilishga birlikka kelgan bo'lsa edi, u chog'da ish boshqacha bo'ladi. Men muxotirjam holda ul ota miros tasarrufimga bemalol qadam keltirgan bo'lar erdim. Shul boisdan bu ishda yana oldirmaslik qaroriga keldim. O'zlarimni ehtiyotjonlik bilan fursat kutgaylar. Pat-pat xat xabar elishib turayli. Alloh xolisa, pat yaqinda maqsad muddaimizga yetkaymiz. Haros, qimmatli maktublardan o'zlarini bizga farzand hisoblaganliklarini bilib, xushalliqimdan beshim ko'kka taqashdi. Sizlar o'zlarini bizga farzand hisoblagan ekanlar. Biz misilni qon qayrindosh hisoblaymiz. Balkim shul daqiqada sizlarni qon qayrindosh emas, joni tenimning bir qismi his qilmoqdaman. Allohimda jang uchun qilichingni qo'lingga olganingda ostirtdan yorishish yo'lini izlagan debdikan. Albatta, sizlar bilan men birlashibla buyuk maqsadlarni ro'yobga chiqarishimiz basi mushkuldir va balkim nurg'un behuda qon to'kilishlarga sababkor bo'lib qolurmiz. Ushbu sababdan muddalarimizni bildirib, boshqa amirlarning ko'nglini moyil qilishga tirishqayla. Men ham bu tarafdan ishonchli kishilarimni avatib, ularning yuragiga qo'l selib boqay. Bu gaplarni qilishim qandoqdir ul talva, johil, xunriz, shahvat va havo havasga qul bo'lgan Do'st Muhammad xondan qo'rqqanligimdan emas. Men faqat Allohdan qo'rqmaydiganlardan qo'rqaman. Ehtiyot qilaman. Chunki Allohdan qo'rqmaydigan bandaning qo'lidan har balo keladi. Sizlarni shul boisdan ogohlantirman. Qattiq ehtiyot qilsinlar. Shubhalik taomlarga zinhor eg'iz tegmasinlar. Avam zolimdan qochidi va uning yomon nomini jahonning bulung pushqoqlariga tortadi. Balkim Do'st Muhammad xonning yomon nomi, qo'y mijozimi patiqinda xalq odamga oshkor bo'lg'isi. Sizlar bilan didor muloqotda bo'lishni har qachon izlab turg'uchi Yunus xondan deb bilarlar. Nomi tamom, vassalom. Yunus xonning javob xatini olgan Qutlug' Bahodir oq qor ko'k muz bilan qoplangan xatarlik tog'davollardan jinini olqiniga ilib qo'yib eshib, qish oxirlashay deganda Yorkentga yetib keldi. Bu kuni Yorkent shahrida lapildab qor yig'ib Saniz Mirzining 4 tal odashdan qo'yilgan xilvatxonasi to'limi issiq edi. Xatni Saniz Mirziga topshirib bergan Qutlug' Bahodir quloq burunlari ushib ketganligi uchun issiqqa faqat chidayolmadi. Berib orom olsinlar. Yelg'ichi dargohlarga tiyib avatiman, dedi Saniz Mirzo minnatdorlik bilan. Jafo tortdilar. Alloh xolisa ko'rsatgan to'hfalar in'omsiz qolmas. U Qutlug' Bahodirni uzitib qo'yib, xatga ko'z tashladi va Yunus xonning ko'rsatgan sabablarini o'rinli deb hisobladi. Temir qizidi, endi uni vaqtida so'qish kerak. Avval inim Muhammad Haydar Mirza bilan ko'rshay. Uning qo'llashini qo'lga keltiralsamla, boshqa amirlarning ishi oson. Bo'libmi xotin amirlar bo'lmish og'i ini Xon Nazar Mirza bilan Qul Nazar Mirzalar gapimni hargiz yirmaydi. Xotin, Yorkent, Qashqar amirlari birlashsaklar, boshqa viloyatning amirlari o'zligidan sepimizga qo'shiladi.
Ол чағда Sultan Yunus Han alilerimi ortiqcha vasvasada qolmaydi. Ish bu darajaga yetganda Talbi Sultan Do'st Muhammad Xonning taxtni bekorlamaslikqa haddi emas. O'rtada ol Xunrizni kimni qo'llar? Gap Muhammad Haydar Mirsida. Avval muddaimni chiroyliqcha deb baqay. Unimizsa og'liq hurmatim bilan majburlarman. Hurmatli anglag'uchilar, bugun kitobni mushakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganlarga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.